Arab olimlari Brahmaguptaning ishini Hindistondan Yaqin Sharqqa olib borishdi. 9-asrda buyuk olim algebraning otasi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy o'zining nolga asoslagan ijodini taqdim etdi. Shuningdek, u zamonaviy hisoblashning asosi bo'lgan algoritmlarni ham joriy etgan. Nolga arab tilida sifr, bo'sh degan ma'noni anglatuvchi nom bergan aynan u edi. O'zi bu narsani endi xo'p mayli, birinchi bo'lib Xorazmiy kashf ixtiro qildimi degan narsa ham fihi nazar, ya'ni bu ham bir o'ylab ko'rish kerak bo'lgan narsa. Chunki Xorazmiy aslida matematikaning ko'p qismini Hinddan olgan. Mana bu biz ishlatayotgan raqamlar aslida hozir Xorazmiy o'shalarga qiymat berdi. Masalan, 1 bitta burchakka ega bo'lgan raqam. 2 ikkita burchakka ega bo'lgan, 3 uchta. 0 esa uni dumaloq qilib shakl bergan, uni burchagi yo'q. Qirrasi yo'q ya'ni. Shuning uchun aslida o'zi bunday olganda u qiymati yo'q raqam deb unga o'shanaqangi shakl berdi. Bir lahzaga tasavvur qiling. Agar 0 mavjud bo'lmaganida nima bo'lardi? Nolsiz kalkulyatorlar, kompyuterlar, mobil telefonlar, bank tizimlari, hatto raketalar va internet hech qachon mavjud bo'lmasligi mumkin edi. Ammo savol shundaki, bu mo'jizaviy raqamni aslida kim ixtiro qilgan va u butun dunyoga qanday tarqaldi? 0 shunchaki oddiy raqam emas. Bu g'ayrioddiy. Oddiy hisob kitoblardan tortib, matematika ixtirosigacha 0 buyuk aql egalarining ishini shakllantirdi va sivilizatsiyalarni o'zgartirdi. Bugungi kunda hayotni usiz tasavvur qilishning iloji yo'q. Bir o'ylab ko'ring. 0 ni qo'shish yoki olib tashlash orqali sonning qiymati butunlay o'zgaradi. Tasavvur qiling-a, agar maoshingizdan bitta 0 olib tashlangan bo'lsa yoki yana bir 0 qo'shilgan bo'lsa. Miloddan avvalgi 300-yillarda Bobilliklar hisoblash paytida bo'sh joyni, ya'ni bo'shliqni ko'rsatish uchun maxsus belgidan foydalanishgan. Lekin shuni bilingki, bu aslida 0 emas edi. Bu shunchaki o'rinbosar edi. Boshqa tarafdan esa Yunonlar va Rimliklar 0 g'oyasini rad etishgan. Ular uchun son biror narsani ifodalashi kerak edi. Ular hech narsaning raqam emasligi g'oyasini qabul qila olmasdilar. Aynan Hindistonda 0 birinchi marta ham tushuncha, ham belgi sifatida tushunilgan. 7-asrda ajoyib Hind matematigi Brahmagupta tarixni o'zgartirdi. Milodiy 628-yilda yozilgan Brahma Sfuta Siddhanta kitobida u 0 ni nafaqat bo'sh joy, balki qoidalarga ega haqiqiy son sifatida e'lon qildi. U shunday tushuntirdi: songa 0 qo'shsangiz, u o'zgarishsiz qoladi. Sonni o'zidan o'zini ayiring, natija 0 bo'ladi. Har qanday sonni 0 ga ko'paytiring va javob 0 bo'ladi. Bu 0 ni kuchli songa aylantirgan dunyodagi birinchi matematik ta'rif edi. Asrlar o'tgach, arab olimlari Brahmaguptaning ishini Hindistondan Yaqin Sharqqa olib borishdi. Milodiy 773-yilga kelib 0 Bag'dodga yetib keldi. Va u yerda arab matematiklari uning qo'llanilishini kengaytirdilar. 9-asrda buyuk olim algebraning otasi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy o'zining 0 ga asoslagan ijodini taqdim etdi. Shuningdek, u zamonaviy hisoblashning asosi bo'lgan algoritmlarni ham joriy etgan. 0 ga arab tilida sifr, bo'sh degan ma'noni anglatuvchi nom bergan aynan u edi. Milodiy 879-yilga kelib 0 bugungi kunda biz biladigan oval shaklda yozilgan. Musulmonlarning Ispaniyani fath qilishi bilan 0 Yevropaga kirib keldi. Dastlab yevropalik savdogarlar uni shaytoniy raqam deb atashgan. Ammo 10 va 12-asrlarga kelib ular 0 bilan hisoblash qanchalik tez va osonlashib borishini kashf etishdi. Asta-sekin u universitetlar, savdo va fanga kirib bordi va zamonaviy matematika, muhandislik va moliyaga eshiklarni ochdi. Hindistondan Bag'dodgacha, Ispaniyadan butun Yevropagacha 0 asrlar va qit'alar bo'ylab sayohat qilib, insoniyat tarixidagi eng buyuk ixtirolardan biriga aylandi. Shunday qilib, keyingi safar 0 ni ko'rganingizda esda tutingki, bu shunchaki bo'shliq yoki yo'qlik emas. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, men universitetda matematika fanini tamomlaganman. Bizga adabiyotlarda Al-Xorazmiy 0 raqamni ixtiro qilgan degan ma'lumotlar juda ham ko'p.
Savol shundayki, Qur'oni Karimda 40 soni bir necha suralarda kelgan. Sahobalar Qur'onni yaxshi fahmlashgan. Qur'on nozil bo'lgandan keyin bir necha yuz yildan keyin Xorazmiy tug'ilyapti. Shu haqida sizda biror ma'lumot bormi debdilar. Ya'ni sizda hozir paydo bo'layotgan savol, nolni Xorazmiy ixtiro qilgan bo'lsa, undan oldin Qur'onda va hadislarda ham 100, 1000, 40 raqamlari kelgan, 70 raqami masalan Qur'onda. Undan oldin tushgan-ku bu Qur'on Xorazmiydan necha ming yillar avval tushgan, necha yuz yillar. Bu narsa qanday sodir bo'ladi unda? Degan savol tug'ilyapti sizda. Bu narsaga javob shuki, Xorazmiy nol raqamini ixtiro qilmagan. Nol garchi odamlar uni bir nol degan son bilan atamasa-da, Xorazmiydan oldin ham bo'lgan u. Faqat odamlar o'shani raqam deb raqam soniga qo'shishmagan. Yo'q narsa hisoblashgan uni. Lekin o'sha ma'noni albatta ular o'zlarining hayotlarida ishlatishgan. Masalan, hozir aytganingizdek 40. Tabiiyki o'sha 4 yoniga nol yozmasa-da, lekin 40 degan narsani o'sha shaklini ular qilishgan. 100 deganda ham, 70 deganda ham, 1000 deganda ham. O Xorazmiy bu narsalarni endi tartibga solgan. O'zi masalan hamma qonunlarda ham aytamiz-ku. Einstein qonuni, Newton qonuni yoki Bernoulli qonuni deydi. Bu odamlar kelishdan oldin ham o qonunlar hammasi bo'lgan aslida. Bu odamlar nima qilib berdi? O'sha kelib qonunlarni ular shakllantirib, ya'ni tushuntirib berdi odamlarga qanaqa bo'lishini shu jarayonni. U o'zi Alloh shunaqa qilib yaratgan qonuniyatni. U odamlar kelib shuni odamlarga tushunmayotgan narsasini tushuntirib berdi. Misol mana elektr toki kashf qilinishidan oldin elektr toki bormidi? Bor edi. Uni kimdir kelib yaratmadi, o'zi bor tabiatda elektr toki. Kelib shuni kimdir kashf qildi, mana shunaqa qilsak elektr toki ishlatsak bo'lar ekan deb. Undan avval ham bor edi, mana bulutlarda, chaqmoqlarda bor edi, dengizda baliqlarda bor edi. Va hokazo. O'zi bu narsani endi xo'p mayli, birinchi bo'lib Xorazmiy kashf ixtiro qildimi degan narsa ham fihi nazar, ya'ni bu ham bir o'ylab ko'rish kerak bo'lgan narsa. Chunki Xorazmiy aslida matematikaning ko'p qismini Hinddan olgan. Mana bu biz ishlatayotgan raqamlar aslida hozir Xorazmiy o'shalarga qiymat berdi. Masalan, 1 bitta burchakka ega bo'lgan raqam. 2 ikkita burchakka ega bo'lgan, 3 uchta. 0 esa uni dumaloq qilib shakl bergan, uni burchagi yo'q. Qirrasi yo'q ya'ni. Shuning uchun aslida o'zi bunday olganda u qiymati yo'q raqam deb unga o'shanaqangi shakl berdi. Xo'p, o'shani endi Xorazmiy qildimi yoki Xorazmiydan oldin ham Hindlarda bormidi bu? Bu narsani hech kim bilmaydi, Alloh a'lam. Tabiiyki, nimadir o'sha Xorazmiyga ham turtki bo'lgan, osmondan olmaydi-ku Xorazmiy ham. Ilm o'zi shunaqa narsa, o'tmishdagilarni keyingi kelgan avlodlar rivojlantiradi. Xorazmiy ham mana shu Hindlarda bir nimadir ishoralar bo'lgan o'shanga, o'shandan olib uni rivojlantirgan. Mana shundan hozir biz bilgan shu raqamlar tartiblash kelib chiqdi. Yana aytmoqchimanki, raqamlarda qiymati bo'lgan, lekin uni shakli bo'lmagan. Hammasiniki to'liq bo'lmagan ham, ya'ni ular o'sha raqamlarni yozma tarzda ifodalashgan. Unga shakl berib emas. Masalan, 40 raqamini qarang. Hozir biz uni 40 deb Q, I, R, Q deb yozib o'tirmaymiz-ku. Nima qilamiz? 40 degan sonni qo'yib qo'yamiz. Qadimda o'sha narsalar mana shunaqa son bilan ifodalanmagan, yozuv bilan ifodalangan. Lekin o'sha ma'no ya'ni. Shu yerda bor gap. Alloh a'lam.